tishlaringizni oldirdingiz, implantni keyinroq qo'ydirsam bo'ladi deb yurgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Afsuski, ko'pchilik aynan shu xatoni qiladi. Bugun implantni vaqtida qo'ymaslik qanaqa jiddiy muammolarga olib kelishini sanab o'taman. Birinchisi, suyak yemirilishi, ya'ni atrofiya. Tish olingandan keyin suyak o'ziga nagruzkani olmaydi, natijada suyak asta-asta atrofiyaga uchraydi. Implant kech qo'yilsa, suyak yetishmasligi sababli qo'shimcha operatsiya talab qilinadi. Ikkinchisi, yonidagi tishlarni siljishi. Bo'sh joy uzoq vaqt ochiq qolsa, yonidagi tishlar shu tomonga siljiy boshlaydi, tish qatori buziladi, tishlash, ya'ni prikus noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Uchinchisi, chaynash va nutq muammolari. Bitta tish yetishmasligi ham ovqat to'g'ri chaynolmaslik, oshqozon muammolari ayrim tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilishga olib keladi. To'rtinchisi, yuz ko'rinishining o'zgarishi. Suyak kamaygan sari lab va yonoqlar ichkariga kirib qoladi. Yuz qariganga o'xshab ko'rina boshlaydi. Insonning o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qotishi mumkin. Beshinchisi, davolash qimmatlashadi. Vaqtida qo'yilgan implant oddiy va arzonroq, kechiktirilgan implant esa suyak ko'paytirish, uzoq davolash va ko'proq xarajatga olib keladi. Xulosa shuki, implant vaqtida qo'ydirmaslik sog'liq, tashqi ko'rinish va hamyon uchun ham zarar. Agar tish yo'qotilgan bo'lsa, imkon qadar ertaroq implantatsiya haqida mutaxassis bilan maslahatlashish to'g'ri qaror bo'ladi. Bu borada sizlarga men Ismoil Bayaziz yordam berishim mumkin. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.